Hop. Men oldin вообще umuman olmaganman video. Lekin birinchi marta video olib ko'rmoqchiman YouTube'ga. Tanishtiruv qilib qo'ymoqchiman. Hop, o'zimni tanishtiraman. Hop. Mani ismim Umid. Shuni o'zi aytadi sizlarga. Kimdir agar ko'rmoqchi bo'lsa, boshqa informatsiya berib o'tirmayman. Agar shu sohada, trading sohasida kimdir qiziq yurgan bo'lsa, o'zimni tajribamdan bo'lishmoqchiman. Men qanaqadir darslik qilib chiqarib yokida sizlarni jalb qilish uchun qilmoqchi emasman. O'zim uchun qilmoqchiman birinchi navbatda. O'zim uchun o'zim tahlillarimga o'zim turish uchun. Sizlarga ham shu narsani maslahat beraman. Tahlil qilinglar, o'zingizlarni tahlilda turinglar. Birovni tahliliga qaravermanglar. Hammaning fikri har xil. Shu salkam 2 yildan beri shu sohada o'qib kelaman. Qiziqishim 3,5 yildan shu, lekin o'qib kelishimga 2 yil bo'lib qoldi. Men alla 5 yil bo'ldim shu sohada, 10 yil bo'ldim yoki 8 yil bo'ldim yoki 20 yil bo'ldim deb aytmayman. Ustozim Michael ICT o'shandan borib o'rganinglar. Maslahatim. Men baribir Michaeldagi podrobni tushuntirib bera olmayman, chunki baribir bu konsepsiya baribir Michaeldagi, to'g'risi. Michaeldagi men tushuntirib bera olmayman. Kim shu ICT ni o'rgatsa ham 100% Michaeldagi tushuntirib bera olmaydi. Shu bu videoni ko'rishingiz ham shart emas, ko'rishingiz ham to'g'risi unchalik muhim emas. Baribir ko'pchilik qiziqadi, kimsiz, kim bu bola, nima o'zidan o'zi bu narsani kuzatishimiz kerak deb. To'g'ri, bu savollar tabiiy, hamma insonga keladigan savollar. Mani kuzatinglar deb boshlayotganim yo'q. Yoki nima desa bo'ladi. Kimdir kontentini o'g'irlab, kimdir sindirmoqchi emasman ham. Просто mana shu sohada yurgan odamlarga, qiziq yurgan odamlarga yoki endi boshlab, endi qiziqmoqchi bo'lgan insonlarga yo'l ko'rsatmoqchiman. Bu sohada nima desa bo'ladi, pul topish birinchi o'rinda emas. Shu tushunchani endi boshlayotgan odamlarga kirgizish niyatda. Sohadan agar haqiqatan pul topmoqchi bo'lsanglar, birinchi o'rinda pulni qo'ymanglar. Birinchi o'rinda nimani qo'yish kerak deb savol keladigan bo'lsa, birinchi navbatda o'qish qo'ying. Chunki bu sohada hali o'qish oxirigacha yetib borilmagan. Har qanaqa internetda oxirigacha informatsiyasi yo'q. Michael ham oxirigacha informatsiyani qo'ymagan. Kim ko'rgan bo'lsa darslarni aytadiki, Michael sizlarga bitta narsani bermayman deydi. O'sha narsani bermaydi. O'sha narsani men o'zimni o'ylashim bo'yicha nimani bermasligini men uchini topganman. Lekin u uchini ham bo'lishmayman. Chunki uchini topish uchun ancha yil ketgan, ancha vaqt ketgan. Bo'lishmas ekan, xohlasanglar meni kuzatinglar, xohlasanglar kuzatmanglar, uni o'zinglar ishinglar. Lekin mening o'zim maslahatim, kimdir ko'rmoqchi bo'lsa, kimdir nimadan bo'lishmoqchi bo'lsa, shu. Faqat o'qinglar va yana o'qish. Pul mavzusiga to'xtaydigan bo'lsak, pullar bu sohada ko'pchilik kirdim, bugun pul ishlashim kerak yoki shu hafta pul ishlashim kerak, shu oy pul ishlashim kerak deydi. Va agar uni konsepsiyasi, uni ishlaydigan strategiyasi bersa, pul topsin. Lekin endi boshlayotgan insonlarga, endi shu prop firmalardan olib, shu prop imtihonlardan birinchi etapidan o'tib, ikkinchi etapidan o'tib, founded akkauntini olish uchun, master akkauntini olish uchun bir kunda yoki 10 kunda yoki bir oyda o'tib siz master akkaunt olasiz degan narsani tushuntirmoqchi emasman. Balki olarsizlar, balki olmassizlar. Lekin men umuman dars tushuntirmoqchi emasman. Agar qiziq bo'lsa, men shu bo'layotgan narslarim, o'zim to'g'ri deb bilgan narslarimni dars qilib tushuntirib qo'yishim mumkin. Lekin va'da bermayman. Shu darsda ham aytamanki, falon darsni ko'ringlar yoki falon dars ko'ringlar, Michael darslarini shu birin-ketligidan boshlaylik deb ayta olaman.
man hech kimdan pul olmoqchi emasman. Hech qanaqa firmalar ham maqtamoqchi emasman. To'g'ri, misol uchun bu qilayotgan ishim balki to'g'ridir, balki noto'g'ridir, man uni ham bilmayman. Lekin qilib ko'rmoqchiman. Agar qo'llab-quvvatlasanglar, kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol marhamat, qo'shilib birga qilamiz. Birga o'samiz, birga xatolarni ustida ishlaymiz. Buncha pul topdim, man buncha pul yo'qotdim, $10,000 shu hafta topdim yoki $100,000 shu oy topdim deb umuman kontent chiqarmayman. Faqat son, vaqt, kun bo'yicha ishlaymiz. Aslida 3 narsa bo'yicha ishlanadi. Shu fundamenti yoningizda tutinglar. Har doim sohada, trading sohasida 3 ta narsa muhim. Strategiya, ICT, smart money, nimadirlar, u уже второстепенный narsalarda. Eng muhim narsalar bu birinchi navbatda vaqt bo'ladi. Vaqtdan keyin son bo'ladi. Sondan keyin kun bo'ladi. Bo'ldi. Shu narsani, 3 ta narsani har doim yoningizda tutinglar. Sizlarga men maslahat beradiganim daftar tutinglar. Voqlimi, kechmi, 1 yil bo'ldimi boshlaganligiga, 1 oy bo'ldimi, вообще ahamiyati yo'q. Daftar tutinglar, daftarda yozinglar. Nimani yozish kerak daftarda desanglar, daftarda ko'rasizlar. 99,563, 98,701, Fibonacci'ning o'rtasi 99,471. Mana buni ko'ramiz. Hay. 99,475. Shu narsalar daftarga yoziladi. Plus unga qo'shimcha qilib yozsangiz bo'ladi. Men o'zim yozadiganim kirish bilan chiqish nuqtalarini yozasizlar. Misol uchun mana New York vaqti bo'yicha yozaman. Men o'zim ko'pincha, misol uchun mana soat 8:12 da kirdim. Soat 8:35 da bu oldim yoki TB oldim. Shuni yozaman. Shuni yozishga sizga maslahat beraman. Shu bu tanishtiruv darsi. Shu tanishtiruv darsi deyman, bir o'zimni tanishtirishim deyman shu. Birinchi marta video olishim, qanaqa uni obrazet qiladi, qanaqa uni ustiga obloshka qo'yadi, ularni bilmayman. Lekin bitta narsani men chin dildan aytmoqchimanki, shu sohadan o'rganmoqchi bo'lgan insonlar shoshmaydi. Kimga borasizlar, kim uchun pul to'layapsizlar? Bu narsani ozgina o'ylanglar. U 25 yoshli bola yoki 30 yoshli bola yoki 20 yoshli bola sizlarni o'rgatib, sizlarni bu sohadan pul topib keta olmaydi. Chunki 32 yildan beri shu sohadan shug'ullanib kelayotgan odam paytida pul topmashish uchebniy kurs qilib pul topmashi materialni sotgan. Lekin afsuslanadi. Endi men uni hayotining qadrini bilmayman, nima uchun bu ishlarni qilgan, nima uchun qilmagan, lekin vaqtida o'tib mana shu narsalarni tekinga qo'ygan. Sizlar bilan ICT'ni bo'lishayotgan insonlar bilinglarki, o'sha Michael darslarni bo'lishyapti. Balki undan ortig'ini qo'shayotgandir, balki uni o'zini qanaqadir o'ylab topgan modeli bordir. Lekin bitta doim model aytadi. Yo'qida, misol hamma har xil modelda ishlaydi. Kimdir MMX'da ishlaydi. Agar qiziq bo'lsa, uni men podrobno tushuntirib beraman. Qachon qayerda MMX'dan qachon qanaqa bo'lishini ham tushuntirib beraman. MMX'ni 15 minutlikda ham, 5 minutlikda ham o'siga qilib turib, esini qilib turib, kvadrat pishirsa bo'ladi. U vashi muammosiz. Lekin u bitta MMX'ni bilib turib bo'ldi. Men uchun mana shu narsa tugadi degan narsa ham noto'g'ri-da. Yoki bitta optimal trend entering bilib turib ham, misol uchun bu narsa noto'g'ri. Yoki bitta zig strukturani bilib ham, 2022-yil Michael qo'ygan darsi bor. 51 tami, 52 tami, 53 tami, 54 ta darsligi bor. O'shani ham ko'rib turib, bitta mana shu model maniki. O'sha modelni sizlar yozib boringlar, o'sha modelni kutinglar, o'sha narsa bo'lsa, keyin сделка ochishga anaqa boshlanadi. Lekin o'sha ikkita yoki 3 ta narsani bilib turib, keyin men bu bozordan pul topib tashlayman degan narsani noto'g'ri deb bilaman. Xullas shu ozgina fikr qilinglar. Kimlar qanaqa insondan o'rganyapsizlar, kimga pul beryapsizlar. Hozirgi paytda именно shu O'zbekiston aholisida juda ham ko'p. Men hamma narsani aytavermayman, lekin gapimni ma'nosini tushunayotgan odamlar bo'lsa, sizlar oldindasizlar, ko'pchilikdan oldindasizlar. Sizlar pul topasizlarmi, pul topmaysizlarmi? Bu muhim emas. Tushunasizlar? Men bekor bu narsani aytganim yo'q. Sohada sirazi kirdingiz, 1 yil vaqtingizni ketkizdingiz yoki 2 yil vaqtingizni ketkizdingiz. Balki mendan misol uchun tajribali ham bolalar bordir-da. Misol 5 yil, 6 yil shu sohada yurib, bordir $10,000 bordir, $100,000 pul yechgandir.
lekin bu muhim narsa emas. 100 ming dollar yechdim, yana yecha olaman degan narsa emas. Tushunasizlar? U adashib yechib qo'ygan bo'lishi mumkin. Adashib pul topib qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin tradingda adashish degan narsa bo'lmaydi. Adashish degan narsa bo'lmaydi. Hamma narsa fakt narsa bilan yuradi. Hamma narsa. Har bitta candle 1 minutlikmi, 1 sekundlikmi, 5 sekundlikmi, 15 sekundlikmi o'zini vazifalari bor. O'sha vazifalarga ustida turadi. Bu nima deganim? Har bir narsa kontrol qilinadi. Urushni o'zgarishli bo'ladi. Buni bir boshqa bir video anaqalarida qo'yib tushuntirib boraman. Sal o'ylanglar. Men sizlarga to'g'risini aytayapman. Kimgadir qiziq bo'lsa, qanaqa kommentariy qoldirasizlarmi? O'z kommentlarimni yoqaymi, o'chiraymi, uni ham bilmayman. Balki yoqarman, mumkin 15 kun turar, balki 1 oy turar, ko'raman. Qanaqa insonlar bunga qaraydi. Agar yaxshi qarasa, yoqib turaman. Agar ko'p negativ boshlansa, to'g'ri o'chirib qo'yaman. Chunki men ham ularga negativga, misol uchun bittasini o'qiysiz, ikkitasini o'qiysiz, 10 tasini o'qiysizda javob bermaysiz. Lekin baribir bittasini o'qiysizda oxiri javob berib olasiz. Tushunasizmi? Men hech kim bilan bu men zo'rman, sen zo'rsan yoki men unaqaman, men bunaqaman demoqchi emasman. Eng zo'ri meni ko'rmaydi. Eng zo'ri meni ko'rmaydi. Kimni ko'rish kerak? Shu sohani o'rganish uchun desanglar, Michaelni o'zini ko'ring. Men ingliz tilida muammoim bor, ingliz tilini yaxshi bilmayman desanglar, ingliz tilini ozgina o'rganinglar. U nima desa bo'ladi? Upper intermediate yoki intermediate darajasida gapirmaydi. Ozgina pre-intermediate ham o'rgansanglar, uni tushunsa bo'ladi. Endi ayrim bir so'zlari bor, sal qiyinroq, lekin o'sha paytda to'xtatib turib, subtitrlarni yoqib turib, mana so'z nima ekanini translate qilsanglar, o'zini ma'nosini chaqib olasizlar nima deyotganini. Ko'ringlar. Qiziq bo'lsa, birin-ketinligini aytarman. Lekin bu gapni men 100% aytishim kerak degan narsa emas. Kimgadir qiziq bo'lsa, kimgadir o'sha odamlarga qiziq bo'lsa, sizlarga qiziq bo'lsa, mana shu olib borayotgan ham video YouTube'dagi video blog deydimi, nima deydi, video kanal deydimi? Shu kanalga qiziq bo'lsa, qanaqadir kommentariy yozsanglar, keyin videolarni tashlab boraman. O'zi ma'lum начинающий darslar qilmoqchi emasman, lekin shu ko'pchilik bizda ishlaydigan, ICTda ishlaydigan odamlarni sal to'g'rilamoqchiman. Chunki o'sha xatolarni men ham qilaman, sizlar ham qilasizlar. Shu birga xatomiz ustida ishlaymiz, birga xatomiz ustida ishlab, xudo xolasa pul topamiz. Pul yo'qotsam ham, misol uchun, mana bunaqa joyda men pul yo'qotdim deyman. Mana bunaqa joydan mana bunaqa ish qildim deyman, lekin aytganimdek, birinchi navbatda pul topish emas. Tushunasizlar? Birinchi navbatda pul topish emas. Buni bir psixologiya bir darsda alohida o'zim chiqarmoqchiman. Balki bitta chiqararman, balki ikkita chiqararman. Ko'ramizda qanchalik bu uzun bo'lib ketishiga. Balki bitta chiqarib turib, keyin balki ikkinchi dars, ikkinchi videoyimda boshqa bir gaplar kelsa, o'sha gaplarni ham aytaman. Lekin ma'lumot ko'p. Har kuni men ham o'qiyman. Qayta darslarni ko'raman. Bu bitta ko'rdim, bitta tushundim degan narsa emas. Qayta ko'raveraman. Sizlarga o'sha narsani maslahat beraman. Kimdir agar ko'radigan bo'lsa. Masalan, bitta narsani aytib ketaman. Bu narsani qilayotganimning sababi men pul topish uchun qilmayapman. YouTube'dan. Xolislar bitta ham kommentariy yozmaydi. Xolislar bir marta ham videoyim ko'rmaydi. Men bu narsani YouTube'dan pul topish uchun qilayotganim yo'q. Yo'kida, misol uchun, keyinchalik mana shu narsani auditoriyaga borib turib, sizlardan yoki kimdandir mana shu narsani o'rgatib, sizlardan pul olmoqchi emasman. Mana shu videoyim agar qo'yadigan bo'lsam turadi, o'chirmayman. Videoni o'chirmayman, lekin qachondir, misol uchun, men ham jonim tegib ketadi vaqtlarda. Vaqtlarda shu yo'q ketaman ham, yozgim ham kelmaydi, hech kimga boshqa qilgim ham kelmaydi. Bunga sabab nima deb bilsanglar, to'g'risi, misol uchun, aytayotganimdek insonman-da, men shu narsani ustida ishlayman hali-haligacha. Kattaroq pul yo'qotsam shunaqa bo'ladi. Kattaroq pul yo'qotsam, hech nima yoqmay qoladi, to'g'risi. Shu. Agar yoqadigan bo'lsa, marhamat qo'shilinglar. Birga ishlab, birga o'zimiz ustimizda ishlab chiqaramiz, xudo xolasa.